Mana navbatdagi manzilimiz mana shvedlarning makoni mana. Namangan viloyati Yangi Qo'rg'on tumani. Begavot chorva bozori, sigir bozoriga o'tdik mana. To'liq videolarimizni ko'rish uchun YouTube'dagi tirik to'liq videolarimizni ko'rish uchun YouTube'dagi tirik olam kanalimizga o'tishingiz mumkin. Instagram va YouTube orqali doimo bizni kuzatib boring. Hamda like bo'ling, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Ilojini barcha qo'limizdan kelgancha narx-navolarni yaratib berishga harakat qilamiz. Bozor devona boshladik. Birinchi sigirimiz mana. Bo'ylar 1.30 kg atrofida. Yandagi bolasi ham o'zi 1.10 tepasida ekan. Xonajin ekan endi. Mol bo'g'ozmi aka? Necha oylik? 7 oylik bo'g'oz ekan mana aka. Narx-navosini qancha aytasizlar aka? 55 million. 55 million. Nechinchisiga bo'g'oz ekan? Ikkinchisiga bo'g'oz. Birinchi bolasi ekan, yandagi bolasi mana aka. So'rashdimi aka? Qancha so'rashyapti? 47 millionga berishmoqda mana. Tuyoqlari ham joyida yaxshi. Ona aka mana to'rttaligini ham butun mana. Keyingi sigirimiz mana kimdan ekan aka? Mana egalari yo'q ekan lekin chiroyli mol ekan. Navbatdagi sigirimiz mana ekan. Shves parodi bo'ylari 1.35 plus. Bolasi xonajinmi, navosmi? Xonajin bolasi. Suti nechta ekan aka? 7 litr, 8 litr suti bor. Nechinchi bolasi ekan? Birinchi bolasi ekan mana. Mol bo'g'ozmasa, bo'g'ozmi? Mol qochgan, qo'ydirib qo'ygan deyishyapti. Narx-navosini qancha aytyapsiz aka? Narxini qancha aytyapsizlar? 55 million kam. 55 million so'm kam bor deyishyapti. Oq yilin mana. Yillari ham chiroyli ekan, birinchi tug'ish. 45 million so'mga berishmoqda mana. Realni hozir. So'rab turishdi, 45 million so'mga berishib aytgan ekan. Telefon nomeri aytasizmi, shart emasmi? Telefon nomeri 94 kodi bilan telefon raqamlari 158 0663 ha? 0663 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin mana aka. Keyingisi Greenford baroda shoxligidan. Bolasi Novoscha ekan mana aka. Aka suti necha litr ekan buni? 15 ta. 15 litr suti bor deyapti. Bo'ylar 1.70. Bolasidan tashqari 12 litr paqarga tushadi deyapti. Nechinchi bolasi ekan aka bu? Birinchi bolasi ekan mana aka. Mana aka. Hali kurachini to'liq yetkazmadi deyapti. 2 kurak ekan mana aka. 60 million so'm narx aytishyapti. Qancha so'rashyapti aka? Oho, 47 million, 45 million atrofida narx qilishyapti. Navbatdagi mana ro'zg'or bob joyida mana aka. Lekin bolasi o'ta chiroyli ekan. Bo'ylari 1.20 plus, bolasi ham o'zidan kattalik qilyapti-da mana aka. Ko'rishingiz mumkin. Qancha aytasizlar aka buni? 32,5 million so'mga berishim aytgan ekan. Mol bo'g'ozmi aka? 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz ekan mol. 3 talik yoqidan ekan mana aka. Mana shu zo'r narx-navosi ham juda zo'r bu. Nechinchisiga bo'g'oz aka? Nechinchisiga? 7-siga bo'g'oz ekan mana qarang mana. Haqiqiy dehqon akalarimizdan ekan mana. Mol 8 kurak, 4-5 ta tutadigan joqida mana 7-siga bo'g'oz mol ekan. Suti nechta bergan aka bu? Suti. 10 litr sut bergan ekan mana. Bundan oldingi bolalar mana. Telefon nomeri aytasizlarmi aka, o'sha shart emasmi? 93 kodi bilan aka, aytavering. 93 reklama qilinmas ekan. Satishar ekan, telefon raqamlarini aytgan unashmaydi. Navbatdagi sigirimiz mana ekan. Bo'ylari 1.30 atrofida. Bolasi ham 1.30 atrofida Novos. Bolasi bilan ekan mana aka. Lemos narx-navolarni so'rab o'tamiz. 60 million so'm narx aytishyapti. Qancha so'rashyapti aka? 50 million so'mga berishmoqda. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi bolasi ekan. Mol bo'g'oz a?
Mol bo'g'oz, uch qorin mana 3 talik joqidan mana. 3 talik joqidan ekan. Telefon nomeri shartmas yerda sotib ketamiz deyapti dehqon akalarimizdan ekan. Lekin bolasi o'ta chiroyli ekan mana. Shoxlari ham mana yurib o'smagan. O'zaqcha 1.20 kilos. Matagi sigirimiz. Bo'ylari 1.20 kilos atrofida. Bolasi Qilajimi novosmi? Novoschi ekan mana. Haqiqiy ro'zg'or bor deydi. Suti nechtagi? 12 taga javob beradi. Suti 12 litrga javob beramiz deyishyapti. Malimiz ham oq kelamiz, yelni ham chiroyli turib. Bolasi qo'yib yurgan. Ha, aka. Bolasi endi kichkina ekan bolasi. Qancha aytyapsizlarga? 40 kam bor aka. 40 million kam bor deyishyapti. Qancha so'rashdagi? 30 millionga berishmoqda mana aka. Telefon nomeri aytasizmi aka yo shart emasmi? 77 kodi bilan 025 025 0832 raqamlariga telefon qilaverasizlar mana. Katta sigirlarni qo'targa ham o'tdik. Sigirimiz 1.35 kilos atrofida mana bolasi emib turgan joydan. Bolasi erkak ekan, urg'acha ekan aka? Urg'acha aka. Urg'acha ekan bolasi. Nechinchi bolasi ekan aka? Muroji. Rahmonmi? 3-chi bolasi ekan. Qancha aytib turibsizlar aka? 48. 48 million so'm so'rab turibdi mana ekan. Navbatdagi sigirimiz 1.35 kilos bu ham bo'ylari. Bolasi buqa. Bolasi erkak buqacha ekan mana bolasi. Narxini qancha aytasizlar aka? 55 million. 55 million so'm narx aytishyapti. Qancha so'rashyapti aka? 47 millionga berishmoqda. Suti nechta ekan aka buni? 12 ta. 12 litr suti bor ekan. Nechinchi bolasi aka bu? 3. 3-chi bolasi ekan mana aka. O'shani mumkin. Telefon nomeri aytasizmi aka, shart emas? 94. 94lik 657 657 75 77. 75 77 raqamlarga telefon qilaverasizlar mana aka. Aloqaga chiqishinglar mumkin. Yana bormi har aka? Bor, Sero. Yana bor, tab beraveramiz deyishyapti. Navbatdagi sigirimiz. Aka buni berasizlar, yaqinroq. Bu kimdan ekan mana? Sotildi. Qancha sotildi aka? 45 millionga sotilibdi. Keyingisi sigirimiz sal og'ir olgan, bo'ylari 1.50 kilos atrofida, juda gigant ekan, lekin sal og'irligi uchun qanaqa ko'ryapti bilmayman, lekin juda katta sigir mana. Ko'rishinglar mumkin mana 1.30lik sigir, bundan bir qancha pastda turibdi. 60 million so'm so'rab turishdi. Bolasi qaysi ekan buni? Mana ya. Bolasi mana mana shu novoschi ekan. Bolasini ham bo'ylari 1.20 kilos atrofida. Navbatdagi sigirimiz 1.25 kilos, 1.30, 1.25 orasida ekan. Dor variantida. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi ekan. Bolasini ham ko'rsatamiz. Molni eti ham juda joyida ekan bu. Shuni mumkin. Bolasi erkakmi, urg'achimi? Bolasi urg'acha ekan. Narxini qancha aytyapsizlar? 55 million so'm narx aytishyapti. Qancha so'rashdi aka? 45 million 600 ming so'mga berishmoqda. Telefon nomeri aytasizmi aka? 88 kodi bilan 370 77 22 raqamlarga telefon qilishingiz mumkin mana aka. Navbatdagi sigirimiz ham mana 1.20 kilos, 1.25 atrofida. Bolasi erkakmi? Bolasi erkak, urg'acha ekan bolasi. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchisi. Ikkinchi bolasi ekan. Qancha narx aytyapsizlar aka? 47. Qancha so'rashyapti? Allar yo'qni bahosi bo'lmabdi. 47 million narx aytishyapti. Telefon nomeri aytasizmi, shart emasmi? 97lik telefon raqami. 570 0494 0490 raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi sigirlarimiz mana aka. Bu ham o'sha 1.30 atrofida bolasi erkak. Nechinchi bolasi ekan aka bu? 3-chi ekan mana aka, 3-chi bolasi ekan. Qancha narx aytyapsizlar? 55 million so'm narx aytishyapti. Suti nechta ekan aka buni? Suti 10 litr deyishyapti.
Narx qancha bo'ldi aka? Telefon nomeri aytasizmi? Telefon nomeri shart masjida sotilib ketadi deyishyapti. Keyingisiga o'tamiz mana aka. Bular 130 plus. Ha boy aka. 135 ham chiqadigan. Mana qancha aytasizlar? 60 million deb. Narx 60 million so'm. Nechinchi bolasi ekan? 3-chi bolasi ekan. Bolasi erkak-a? Unajin ekan bolasi. Telefon nomeri aytasizlarmi yo shart emasmi? Sotilib ketadi deyishyapti. 93lik. 93. Ha, 93 kodi buni. 443 32 raqamlarga telefon qilishingiz mumkin mana. Zo'rboq joylariga mana yetib qoldi, mana kichikroq bo'lgan sigirlarimizga. Bo'ylari 120 atrofida. Bolasi erkak murgachimi? Unajin ekan bolasi. Narxini qancha aytyapsiz? Narxini qancha aytyapsiz aka? 35 million so'mdan qarashayotgan ekan. Qancha so'rashdi aka? 29 million so'm so'rashdi. Nechinchi bolasi ekan? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi, lekin bolasi o'ta chiroyli ekan. Telefon nomeri aytasizmi? 97 kodi bilan. 255 58 18 raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Mana aloqada doimo aloqada bo'lamiz dedilar. Ikkinchi bola, bola buqa. Ikkinchi bolasi ko'chada yotdi. Bo'ylari 120 atrofida 8 litr suti bor deyaptilar. Lekin mol o'zi jag'roq. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi dedingiz-a? 6 kilo. Narxini qancha aytyapsiz? Narxini 32. 32 million so'm narx aytishyapti. Qancha so'rashdi aka? 28,5 million so'm so'rashdi buni. Telefon nomeri aytasizmi? Telefon nomeri? Shart emas. Shart emas, şeyde sotilib ketadi deyaptilar. Albatta yo'najimiz bor. Bo'ylari 110 plus atrofida yosh yo'najincha ekan bolasi. Bolasi erkakmi urg'achimi aka? Erkak. Bolasi erkak ekan. Qancha so'rashyapti aka hozir? 28 million so'mga berishmaydi. Ustiga 5 oylik bo'g'oz ham ekan bu mana aka. Ko'ringlar mana. Kura chiqarmagan ekan hali. Telefon nomerlar shart emas, sotib deyishyapti mana aka. Navbatdagi sigirimiz mana ekan. Bo'ylari 125 plus atrofida. Bolasi ham normalniy yaxshi katta qo'yin ekan. 110 atrofida novoschi. Nechinchi bolasi ekan aka? Birinchi bolasi ekan. Qancha narx aytyapsizlar? 50 million so'm so'rab turishgan ekan narxini. Hozir qancha so'rashdi buni? Qancha so'rashyapti? Realniy 45 million so'm narxni sotishmoqda mana aka. Ko'rishingiz mumkin. Keyingi sigirimiz mana ekan. Bo'ylari bolasi 110 atrofida, enasi Ikkinchi bolasi bu. 125 plus atrofida ikkinchi bolasi ekan. Sport ko'rinadi. To'rttali yilni butun ha aka? To'rtalasi ham. Necha litr suti bor? Ikkinchi bolasi. 7 ta 8 ta suti bor. Litr 8 litr suti bor deyaptilar. bilan gaplashtirib qo'y. Telefon nomerini aytasizmi? 94lik. 94 kodi bilan. 745 745 94 90. 94 90 raqamlar. Yana yaxshilari bor, suti ko'plari. Mana zo'rlarni tayyor beramiz deyishyapti. Bo'g'ozli qotaga kirib kelyapti mana ekan. Keyingi sigirimiz mana. 40 million so'm kam bor. Nechinchisiga bo'g'oz ekan aka bu? 3-chi qoringa bo'g'oz ekan mana. 8 ta yoki chiqargan. Bular 30 ga yaqin. 125 plus atrofida. Narxini qancha aytasizlar? 40 million. 40 million so'mdan qarashyapti. Qancha so'rashdagi? 33 millionga berishmoqda mana ekan. Telefon raqamlari 94 kodi bilan. 781 76 76. 781 76 76 raqamlariga aloqa chiqishingiz mumkin mana. Necha oylik bo'g'ozdingiz aka? 7 oy. 7 oylik bo'g'oz ekan. Ichkarini mana ko'ryapsizlar. Yurib